Assalomu alaykum, Alloh kunlaringni xayrli qilsin. Kechki bozor bitta chiroyli uyimiz chiqdi. Alisher Navoiy mavzesida 3-qavatda joylashgan 3 xonali. O'tgan yili kira urish qismlarini ta'mirlab qo'yishgan ekan, pollari parket qilingan. Zal tomonidan ko'rsatishni boshlaymiz. Chap qo'limizda zal bo'lyapti. Uyda yashalmagani hisobiga yorug'lik ozroq pastroq ekan. Ozgina lampochkalarni almashtirib qo'yilsa, yorug'lik yaxshi bo'ladigan holat. 6 metr veranda bo'lyapti. 6 metr verandani bo'lib turib, ikkiga bo'lib mana yerda qo'shimcha bitta xona qilib qo'yishyapti. Chap tomonimizda bularda kladovka bo'ladi. Hozir qulflik uchun ko'rsatilmadi. Bu yotoqxonasi kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Uyda ba'zi bir jihozlar qolgan bo'lyapti. Romlari akfa alyumin qilingan. Bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi. Hammom, hojatxona bularda alohida bo'lardi va bitta qilib yuborishgan. Hammom hojatxonasining ko'rinishi. Bet oshxonasi, oshxonani verandaga olib chiqilgan. Bu yerda ham bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. 3 xona 4 xona qilingan qana bo'ladi deb bizga savol berishyapti. 3 xonani 4 xona qilish mana shu oshxonasini verandaga olib chiqiladi. Veranda misol 6 metrlik bo'ladi bularda. Shu 6 metr bilan o'rta ochilgan holat bo'lsa, bu yerdan to'sib qo'yiladi, zaldan qatnaygan holat bo'ladi. O'shanda 3 xonani 4 xona qilinadi. Umumiy maydoni bo'yida 72 kvadrat atrofida plus minus. Narxini 37.900 so'rashyapti. Kelishilgan xonasi bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Muhit a'lo darajada, parkovkalardan hech qanaqangi muammo yo'q, tinch, obod joylar. Narxidan tushib beriladi, kelishiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.